Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, xonadonlar tinchmi, oila xotirjammi? Sizlar bilan yana men kirakash polvon, ya'ni Murod Rashidovich. Aka-ukalar, opa-singillar, xullas yangi o'zgarish kiritilibdi. Bu nima degani? Agarda sizlar litsenziya olmoqchi bo'lsanglar yoki litsenziyani yangilamoqchi bo'lsanglar, qaysi viloyatda registratsiyadan o'tgan bo'lsanglar, ya'ni ro'yxatdan o'tgan bo'lsanglar, o'sha viloyatdan litsenziya ola olasizlar va o'sha viloyatda ishlayotgansizlar. Hozir shunaqa o'zgarish kiritilibdi. Bu o'zgarish emas, o'zi aslida bu qonunchilikda bo'lgan ekan. 2014-yil bu qonunchilik kuchi yo'qolgan ekan. 2014-yildan buyog'iga bemalol har bir viloyat shaharga kelib, yo shahardagi viloyatga borib bemalol ishlashgan ekan. Hozirga kelib litsenziya olmoqchi bo'layotgan viloyatli aka-ukalarimizni litsenziya ola olmayapti. Sababi nomeri, mashinani nomeri, misol uchun 01 dan 10 gacha emas, viloyatning nomeri, misol 50, 60, 30, 70, 75 va boshqa regionlar bo'lgani uchun ular litsenziya ola olmayapti. Ularga aytilyaptiki, o'zingizlarni ro'yxatdan o'tgan joyingizga, ya'ni viloyatingizga borib litsenziya olinglar va o'sha yerda ishlaylar deyishyapti. Bu hali 100% rasmiy ma'lumot emas, lekin shunaqa deymiz-ku, transport boshqarmasi, ya'ni Toshkent shahar transport boshqarmasi vazirligidan rahbar o'zlari Daryo rasmiyga как intervyu sifatida qo'ng'iroq bo'lgan, intervyu sifatida javob berganlar. Hozir oxirida shu ma'lumotni sizlarga qo'yaman, ya'ni o'zlarining og'zlaridan aytilgan gap. Xullas, hozir ko'pchilik menga aloqaga chiqyapti, aka litsenziya ola olmayapman. Sababi men viloyatda ro'yxatda turganim uchun deyishyapti. Endi shunaqa o'zgarish kiritilibdi. Yetgancha yana bitta o'zgarish Yandexda mizerni, ya'ni minimalniy narx oshgan bo'lsa ham narxlar ko'tarildi aka-ukalar. Ko'pchilik aytayapti, bizga sezilmayapti, men sezmayapman deyapti. Bu vaqt o'tib sezilinadi. Xudo xolasa hammasini sezamiz va his qilamiz, xudo xolasa narx ko'tarilganini. Tanijoninglar sog' bo'lsin, kimda kim podpiskasiz ko'rayotgan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Video kam chiqaryapman, to'g'ri, vaqtim shunga yarasha. O'zim ham litsenziyani harakatida mana 5-6 oydan beri litsenziya ola olmayapman. Shu hujjatda ozgina muammo bo'layotgani uchun. Mana bugun xudo xolasa litsenziyaga topshirdim. Endi bilasizlar, men Yandex Yedada yurardim. Yandex Yedada litsenziya muhim emas. O'shaning uchun ham litsenziyaga harakat qilmayotgandim. Litsenziyam tugagandan keyin. Mana endi hozir Texas Motordan o'tkazdim mashinani. Aytgancha Texas Motor ham har yili 2 marta taksistlik uchun majburiy edi. Hozirgi paytda yiliga 1 marta, ya'ni har yili Texas Motor qilinadigan bo'pti. Bunda ham o'zgarish bo'pti. Tanijoninglar sog' bo'lsin, aytganimdek kimda kim podpisatsiyasi ko'rayotgan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yib, menga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman, hamda video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishingizni ham so'rab qolaman. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Taksi aka-ukalarga bu videoni yuborib qo'yinglar. Tanijoninglar sog' bo'lsin. Aytgancha, Instagramda ham xuddi shunaqa taksi polvon deb qidirsanglar, o'zimning sahifam chiqadi. U yerda jadal videolar qo'yib boramiz va YouTube'ga qaraganda ko'proq u yoqda video ko'p chiqyapti. Istoriyalarda hamda postlarda. Tanijoninglar sog' bo'lsin, yana bir bor aytaman. Bu tartib bugun yoki kecha paydo bo'lib qolmagan. 2011-yilda aynan mana shu yo'nalish taksilar faoliyatini tartibga solish to'g'risidagi 139-son qaror bor. O'sha qarorda demak shunaqa nima ketgan, u qaror bilan tasdiqlangan nizom bor yo'nalish taksilar uchun yagona tanish belgilari va ularni ishlatib tashkil etilishi qo'yilgan talablar to'g'risidagi nizom. O'sha nizomni demak 5-bob 9-bandida haydovchi yo'lovchilarni yo'nalishsiz taksida tashishni litsenziya kartochkasida belgilangan hududda amalga oshiriladi degan tartib ketgan. Bu qaror hozir o'zini kuchini yo'qotgan, 2011-yildagi qaror. Keyingi oxirgi chiqqan qarorda biza mana shu
sohani tartibga solish bo'yicha agregatorlarga qo'shimcha talab yuklaganmiz. Ya'ni o'sha qo'shimcha talablardan bittasi demak o'sha o'zini faoliyat hududi, ya'ni litsenziya kartochkasida ko'rsatilgan hududda faoliyat olib borishni tashkil qilish bo'yicha ishlarni tashkil etish masalasi ko'rilgan. Ya'ni bu yerda hozir men sizga nimasini ham tashab qo'yaman, qarorni alohida bandlarini aniq ko'rsatib qo'yilgan haydovchi faoliyatini o'sha litsenziya varaqasida ko'rsatilgan hudud va unga tutash hududda olib boriladi deb turib. O masalan Toshkent, ya'ni bu nima degani? Toshkent shahridagi o'sha ro'yxatdan o'tgan 01 nima bilan kodi bilan boshlanuvchi davlat raqamli transport vositasi Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati hududida taksichilik faoliyati bilan shug'ullanish mumkin. Xuddi shunaqa qolgan viloyatlarniki ham xuddi shunaqa bo'ladi. O'zini nimasi, o'sha hududi kodi bo'yicha o'ziga tutash bo'lgan hududda.